Bugungi videoda biz Minecraftdagi ultra super kuchga ega bo'lgan TNTlarni portlatib, ularga 1 dan 10 gacha baho beramiz va videoning oxirida bo'lsa eng kuchli TNTni portlatib, qo'shimchasiga kompyuterimizga. Do'stlar, video boshlashdan oldin videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. O'zlaringizni fikrlaringizni kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Qanunda go. Davolib biz boshiga mana shu TNTlardan boshlasak ham bo'ladi. Birinchisini olamiz mana. Bo'ldi, biz mana birinchi TNTimizni oldik. Ya'ni ana shu yerdagi turgan birinchi TNTimizni oldik. Endi esa biz portlatishga tayyormiz. Qana go. Yo. Hayvonlar uchiryapti. Hayvonlarni uchirarganda bu. Hayvonlarni tortib uchiryapti. Nimaga uchmayapsiz? Siz ham hayvonsiz-ku. Jo'ja. Voy! O'tvardi. Bo'ldi. Minecraftda hamma boblarni o'ldirmoqchi bo'lsanglar shu TNT ごめん、甘ない。 dan foydalansanglar bo'lar ekan. Davay, ikkinchi TNTimizga o'tamiz. Sirrazi. Yangi Ikkinchi TNTimiz TNTimiz biz mana shu rub degani, men sizga ham olib Davay, beraman. bering portlatamiz. Bunisini siz portlatasiz. Men buni ko'rsataman. Davay. Bundan keyingisini men portlataman. To'xtang, birinchi TNTga necha baho berasiz? Qanaqa ekan? Normalmi ekan? TNTga hop, 1 dan 10 gacha baho beradigan bo'lsak, bunaqasini avval ko'rmagandim. Ayt 6 baho beramiz. 6 men 6. Bo'ldi. Meniki ham shu 6. Normalni TNT ekan, foydali narsa ekan. Davay. Qani keyingi TNTimiz, davay. Portlamaydimi bu? Video ana. boshidan gigant TNT portlatdik-ku, nima bo'ldi? Hozircha hammasi yaxshi, to'g'rimi? Nima portladi hozir? Sindirsa Nima bu? bo'pti, hop. Bir nima berdi menimcha bu. Nima berdi? Mana bunaqa narsa berdi. Bu Nima edi bu? TNTdan shunchaki o'ylab o'tirmasdan 10 dan 0 baho bersak ham bo'ladi. Bu prank uchun kerak ekanda. Da. Endi esa 3-TNTni o'zim portlataman mana. Portlating. Bu yerdan aski. Nari? Da, bitta portlatmaymiz. Tak. Qo'ying sherini. Dayt mana shu daraxt ustiga qo'yamiz. 1 2 3 tayyormisizlar bolalar? Agar videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, hozirroq like bosib qo'yinglar. Go. Hali tugamadi. Juda ham tez portlatganda bu. Sakrashini qarang buni, hali ham sakrab yuribdi. Bu yoqqa kelma. Urib yuboring buni. Yaxshi. Uramiz buni. Yaxshi. Bo'ldi, suvga tushsa uchsa kerak desam, uchmayapti bu. Bo'ldi. Yana bitta chiqdimi? Bo'ldi. Qachon ketdi? Bo'ldi, ketdi bola, ketdi qani ish. Bo'lmaydigan bu mag'rur TNT ekanda, 2 ball berdim men bunga. Bu TNTimizga maymun TNT deb baho bersak ham bo'lar ekan. Men keyin oldimmi? Men 4 baho berdim, 3-TNTimizga baho berishni esdan chiqarib qo'yamiz, hali ham sakrab yuribdi. Da, qo'ying 4-TNTimizni. Sal uzoqroq qo'ymadingiz mayli. Yo, bo'ladi menimcha normal. Nima ekan bu endi? Nima bo'ldi? Daraxtlar. Oho, o'rmon zarur ketdi-ku. Qaranglar bo'ldi, вообще cho'tka atmosfera yaratib berdi. Bizga 10 dan 7 baho beraman men, davay. Chotki. Ay, men bunga 10 dan 2 baho berdim men. Agar sizlar shunday TNTni qo'yasizlar, yaxshi bo'lsa. Keyingi TNTimiz oling. Qaranglar, ustidan ham mana shu daraxtlar turibdi. Mana ularni yo'qib qo'ysak ham bo'ladi. Keyingi Keyingi TNTimizni olamiz. Flat ears deyapti. Sal uzoqroqqa borib portlatmasak, bu TNTlar sal qolyapti TNTlarni portlatib ketishga. Da. Go. Qoch. FPSimiz tushirib yuboradi bo'lmasa. Tak, hali ber portlamayapti. Nima bo'ldi? Ana portladi. Nima bo'ldi? Top. Mana ular hali ham sakrab yuribdi lekin. Nima qilib qo'ydi? Nima bo'ldi? Yerda tekislab tashladi skirt. Yerda tekislab tasharkan.
Bu hali ham portlayapti. Da bu dal shu yerda tozalayapti hali. Yo bolla. Yexe, вообще zo'r TNT ekan. Qaranglar, butun dunyoni yo'q qilib yuboryapti. Bu yer qilib qo'ydi. Qarang, sal tepadan qarasangiz yerga o'xshaydi. Vizor paydo qilib tashladi. Nima bu? Baylarlar ro'y qilib tashladi. Amal bakka keling. Da. Ketdik. Tepa ham qilib bo'lmayapti. Bu server menimcha qotdi bolalar. Bu ochgan borligimiz qotib qoldi. Hech qisi yo'q bolalar, yangi server ochib hozir videomizni davom ettiramiz. Da bolalar, biz hozir yangi mir ochamiz. Bu mirda menimcha o'ynasak o'zimizga ham zarar, sirraga ham zarar, video ko'rgan deb bo'lmaysizlar. Lekin bu TNT'mizga boshqa worldda baho beramiz bunisida. Yo bolalar, ko'rganingizdek biz yangi worldga keldik. Bu worldni ko'rishinglar mumkin. Qish ekan, biz hozir mana shu muzlarni ichida portlatamiz, yana ana shu tog'larning ustida portlatamiz. Hozir biz TNTlarni yana boshqatdan terib chiqdik. Bizda eng qiziq TNT bor ekan, qaranglar bolalar. Wizard TNT, shunaqasini ko'rganmisizlar bolalar? Tak, Wizard TNTsini kim portlatdi bundan oldin? Menmi, sizmi? Right, portlatib ko'ring endi bunisini. Keyingisini men portlataman. Okey. Yuring, sal beriroqqa keling. Yana hozir problema bo'lmasin. Bolalar, bu Wizardni menimcha nima qilishini o'zi tushunib turdinglar. Tushundim. Agar sizlar ham tushungan bo'lsangiz kommentariyaga yozib ketinglar. Bu menimcha 2-3 ta Wizardlar paydo qilib tashlasa kerak. Xo'p, mana portlatdim. Okey, kutamiz. Aytganimdek. Nezir olamini yaratib qo'ydi bolalar, ko'rishinglar mumkin, qaranglar. What the fuck? Bu Wizardni endi biz o'ldirib tashlaymiz. Bolalar, Wizard TNT'sini ham ko'rdinglar. Bilganimizdek Wizard paydo qildi, sal nariroqda. Bolalar, keyin biz hali ikkita TNTga baho bermadik. Bundan oldingi mirdagi TNTga men to'g'risini aytsam juda ham zo'r. 10 ball bersak bo'ladi unga mana. Ultra TNT ekan, 10 emas, men 8 beraman, sizchi? Men 10 berdim, lekin hamma joyni yo'q qilib qo'yganim uchun mazza qildi. Lekin bu Wizard TNTsiga 10 dan 5 ball beraman. Вообще yoqmadi. Men 2 ball beraman menga. Da, buni oling siz. Bu chotda mana ko'zim yomon ko'rinyapti, sal uzoqroqda portlataylik. Keling, mana shu uchida portlatamiz. Da, qo'ying ichiga. Ana uchida. Qani, kuzataylik-chi. Wow. Hamma joyga otib tashlabdi. Bizdan TNTga tushmasin. Tushdi menimcha. Tushmas ekan, yo'q, portlamas ekanda, otganda. Portlamas ekan, bolalar, osmondan qanaqadir to'xtaydimi endi bu? Yo'q, bolalar, qanaqa to'xtatamiz buni? Qanaqa qilib to'xtatsa bo'ladi buni? Yo'q, qating. Xotirda bu. Da, portlar ekan. Yo, what the fuck? Tortib ketyapti meni. Nima bo'ldi? Bolalar LGBT-lar paydo bo'lishni boshladi. Hamma TNTlarimiz portlab ketdi. Boshqa joyga. Hali ham portlayapti bu. Boshqa joyga ketishimiz kerak. Qochdik. Yana yangi worldda tinchgina. Ozgina obzor qiling. Bolalar, bu TNT bizni qolgan TNTlarimizga qo'shilib, hammasi mix bo'lib, bu dunyoni ham dabdalasini chiqardi. Shuning uchun biz yana yangi mir ochamiz. Yo bolalar, biz afsuski yana yangi mirdamiz. Har meri dabdala qilib tashlayapmiz, chunki TNTlarni yaqindan portlatib qo'yapmiz. Endi bu xatoga yo'l qo'ymaymiz degan umiddamiz. Shuning uchun qarang, TNTlarni qo'limizga kopirovat qilib olamiz bitta. Hozir esa mana shu TNTdamiz, qarang. Bal. Mana bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hammasi bor endi qo'limda. Bundan oldin siz portlatgandingiz, buni esa men portlataman. Go. Qani ketdik.
Bu вообще gigantiga o'xshabdi. Bolalar nimaga kelinglar. Mana shu qishloq portlatib yuboramizmi? Day, qo'ying. Yo'q. Deb joyiga qo'ying. Davay mayli. Yo'q bo'lib qoldi. Yo'q bo'lib qoldi. Yo'q bo'lib qolganlardan nima bo'lyapti? Otib qoldingiz. Ping bo'lyapti menda. Yo bola Ustilicom tufayli hozir bu TNT'mizda problema bo'ldi. Menimcha bu TNT faqat pingni oshirsa kerak. Voy, ana portlayapti. Portlaydimi? Ha, nima qilar ekan endi bu xususiyati qanaqa ekan ko'raylikchi. Hali ham portlamayapti. Yoniga botib beraymi? Ketdim. Qora Hozircha eshitma. Qora Eshitma tutun qilmayapti. hamma joy. Nima bo'lyapti unga? Bo'ldi shuna. Ana portlar. No, Nima faqat bo'ldi? bu qora tutun ekan. Ha, dimda bu. Qani TNT? Ha? TNT qani? Qaysi TNT? Olib tashladingizmi? Yo'q, anaku. Qani? Ana.